Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Nizam va Mohidir siyosiy fanlar kafedrasi o'qituvchi stajyorman. Bugun biz muzokaralar jarayonini rejalashtirish va ularni muvaffaqiyatli o'tkazishning tashkiliy asoslari haqida suhbatlashamiz. Muzokaralar bu har qanday sohada, xoh u tijorat, xoh diplomatiya, xoh shaxsiy munosabatlar bo'lsin, kelishuvlarga erishish, qarama-qarshiliklarni hal qilish va o'zaro manfaatli yechimlar topish uchun muhim vositadir. Bu jarayon puxta tayyorgarlik, strategik yondashuv va moslashuvchanlikni talab qiladi. Keling, muzokaralarning asosiy tamoyillari, usullari va taktikalarini kengroq yoritib, har bir jihatini chuqur ko'rib chiqaylik. Har qanday muzokara muvaffaqiyatli deb hisoblanishi uchun u uchta muhim mezonga javob berishi kerak, ya'ni oqilona kelishuv. Muzokaralar natijasida erishilgan kelishuv har ikki tomon uchun adolatli va amaliy bo'lishi lozimdir. Masalan, agar siz yetkazib beruvchi bilan shartlar bo'yicha muzokara qilsangiz, kelishuv nafaqat sizning ehtiyojlaringizga mos kelishi, balki qarshi tomonning imkoniyatlarini ham hisobga olishi kerak. Bu kelishuv muammoni hal qilishi va tomonlarning asosiy manfaatlarini qondirishi zarurdir. Samaradorlik. Muzokaralar vaqtni tejash va resurslarni oqilona ishlatish orqali samarali bo'lishi kerak. Uzoq davom etadigan, lekin natijasiz muzokaralar hech kimga foyda keltirmaydi. Masalan, agar siz loyiha shartlari bo'yicha kelishuvga erishmoqchi bo'lsangiz, jarayon aniq maqsadlarga yo'naltirilgan va qisqa muddatda yakunlanishi lozimdir. Munosabatlarni yaxshilash yoki saqlash bu muzokaralar tomonlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashi yoki hech bo'lmaganda ularga zarar yetkazmasligi kerakdir. Uzoq muddatli hamkorlik qisqa muddatli foydadan muhimroqdir. Agar siz qattiq pozitsiyada turib sherikni noqulay ahvolga solsangiz, bu kelajakdagi munosabatlarga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu mezonlar muzokaralarning har bir bosqichida yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Endi keling muzokaralarda qo'llaniladigan asosiy usullarni batafsil ko'rib chiqaylik. Ya'ni, muzokaralarda to'rtta asosiy usul qo'llaniladi: variatsion usul, integratsion usul, balanslash usuli va kompromiss usuli. Har bir usul o'ziga xos xususiyatlarga ega va turli vaziyatlarda qo'llaniladi. Keling ularni birma-bir tahlil qilaylik va har birini misollar bilan boyitamiz. Variatsion usul, ya'ni variatsion usul muzokaralarga tayyorgarlik jarayonida, ayniqsa murakkab va keskin vaziyatlarda qo'llaniladi. Bu usul qarshi tomonning salbiy reaksiyasini oldindan bashorat qilish va unga mos strategiyalarni ishlab chiqishga asoslanadi. Masalan, agar siz katta loyiha bo'yicha kelishuvga erishmoqchi bo'lsangiz va sherik qat'iy shartlar qo'yishi mumkinligini bilsangiz, variatsion usul yordamida turli xil reja asosida ko'rib chiqasiz. Variatsion usulning mohiyati shundaki, u sizni bir yo'l bilan cheklanib qolishdan saqlaydi. Bu usul ijodiy yondashuv va real baholashni talab qiladi. Masalan, agar siz yangi loyiha bo'yicha muzokara qilayotgan bo'lsangiz, variatsion usul yordamida nafaqat moliyaviy shartlarni, balki loyihaning uzoq muddatli ta'sirini, sherikning shaxsiy manfaatlarini va tashqi omillarni ham hisobga olasiz. Bu usul sizga har qanday kutilmagan vaziyatga tayyor bo'lish imkonini beradi. Misol uchun, agar sherik loyiha muddatlarini qisqartirishni talab qilsa, siz qo'shimcha resurslar jalb qilish, mas'uliyatni qayta taqsimlash yoki qisman kelishuv taklif qilish kabi variantlarni oldindan o'ylab qo'yasiz. Integratsion usul. Integratsion usul muzokaralarda sherikni umumiy manfaatlar va hamkorlik zarurligiga ishontirishga qaratilgan. Bu usul ayniqsa sherik faqat o'zining qisqa muddatli foydasini ko'zlasa va uzoq muddatli imkoniyatlarni e'tiborsiz qoldirsa qo'llaniladi. Integratsion usulning maqsadi sherikni muammoni kengroq kontekstda ko'rishga undash yoki nafaqat joriy masalani hal qilish, balki kelajakdagi hamkorlik uchun zamin yaratishdir. Asosiy tamoyillarga keladigan bo'lsak, sherikning qonuniy manfaatlarini hurmat qilish. Siz sherikning pozitsiyasini to'liq inkor qilmasligingiz kerak. Masalan, agar sherik resurslarni tejashni xohlasa, uni cheklovlarni tushunib, bunga mos yechim taklif qilish lozimdir.
umumiy maqsadlarni aniqlash orqali, masalan, agar siz loyiha bo'yicha kelishuvga erishmoqchi bo'lsangiz, faqat shartlarni muhokama qilish o'rniga loyihaning umumiy muvaffaqiyatini, sifatini yoki ta'sirini ta'kidlashingiz mumkindir. Integratsion usulda faqat muhokama mavzusiga aloqador dalillardan foydalanish kerakdir. Masalan, sherikni bu loyiha muhim deb ishontirish o'rniga uning qanday foyda keltirishini aniq ko'rsatish lozimdir. Umumiy javobgarlikni ta'kidlash orqali sherik bilan muzokaralar natijasida har ikki tomon ham mas'uliyatli bo'lishi kerakligini tushuntirish lozimdir. Umumiy tomonlarni, ya'ni tomonlarning manfaatlarida o'xshash nuqtalarni aniqlash va ularni ta'kidlash lozimdir. Masalan, ikkala tomon ham loyiha sifatini oshirishni xohlashi mumkindir. Misol sifatida, agar siz yangi loyiha bo'yicha muzokara qilsangiz, integratsion usul yordamida faqat moliyaviy masalalarni emas, balki loyihaning uzoq muddatli ta'siri, sifati yoki umumiy maqsadlarini muhokama qilasiz. Agar sherik o'z manfaatlarini qat'iy himoya qilsa, siz uning pozitsiyasini hurmat qilib, umumiy foyda keltiradigan yechim taklif qilishingiz mumkindir. Masalan, biz loyiha muddatlarini qisqartirishni muhokama qilsak-da, agar birgalikda resurslarni optimallashtirmasak, sifatni oshirishimiz mumkin deb taklif qilishingiz mumkin. Bu usul murosaga erishishni kafolatlamasa-da, u ishonchli munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi. Va balanslash usuli. Balanslash usuli muzokaralarda sherikni o'z taklifingizni qabul qilishga ishontirish uchun dalillar va faktlarga asoslanadi. Bu usulda siz o'zingizni sherikning o'rniga qo'yib, uning nuqtai nazaridan vaziyatni tahlil qilasiz. Balanslash usulining maqsadi sherikni e'tirozlarni oldindan bashorat qilish va ularga mantiqiy dalillar va javoblar tayyorlash kerak bo'ladi. Muzokaralarda ishonchli bo'lish uchun statistika, hisob-kitoblar, muvaffaqiyatli misollar yoki tahlillarni keltiring. Masalan, agar siz loyiha bo'yicha kelishuvga erishmoqchi bo'lsangiz, loyihaning samaradorligini ko'rsatuvchi raqamlarni taqdim eting. Sherikning nuqtai nazarini tushunishga harakat qiling. Siz agar sherik xarajatlarni kamaytirishni xohlasa, uning cheklovlarini hisobga olib, taklifingizni shunga moslashtiring. Sizning resurslaringizni tejash muhimligini tushunaman. Shuning uchun men quyidagi yechimni taklif qilaman, deb kabi yondashuvlar samarali bo'ladi. E'tirozlarga doimo tayyor turing. Sherik qanday qarshi dalillar keltirishi mumkinligini oldindan o'ylab ko'ring va ularga javob tayyorlang. Masalan, agar sherik loyiha sifati haqida shubhalansa, oldingi loyihalarning natijalarini yoki sinov ma'lumotlarini ko'rsating. Taklifingizning sherigingiz uchun qanday foyda keltirishini aniq va ishonchli tarzda yetkazing. Masalan, ushbu yechim nafaqat xarajatlarni optimallashtiradi, balki loyiha samaradorligini 20% ga oshiradi. Balanslash usuli ayniqsa aniq dalillar va raqamlar muhim bo'lgan muzokaralarda samaralidir. Agar siz loyiha resurslarini taqsimlash bo'yicha muzokara qilsangiz, balanslash usuli yordamida kutilayotgan natijalar, xarajatlar va foydani aniq hisob-kitoblar bilan taqdim etasiz. Bu usul sherikning ishonchini oshiradi va muzokaralarni samarali qiladi. Siz agar sherigingiz loyiha muddatlari haqida xavotirda bo'lsangiz, siz oldingi loyihalarda biz xuddi shunday muddatlarda 95% muvaffaqiyatga erishdik degan konkret misollar keltirishingiz mumkin. Va kompromiss usuli. Bunda kompromiss usuli muzokaralarda eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri hisoblanadi. Bu usulda tomonlar o'z manfaatlarining bir qismidan voz kechib, umumiy kelishuvga erishadi. Kompromiss usuli sabr-toqat, moslashuvchanlik va o'zaro hurmatni talab qiladi. Asosiy jihatlariga keladigan bo'lsak, murosaning oqibatlarini baholang. Ya'ni siz loyiha shartlarini o'zgartirishga rozi bo'lsangiz, bu qanday ta'sir qiladi? Ya'ni shu bilan birga sherik uchun qanday foyda keltiradi? Va qaysi shartlardan chekinish mumkin va qaysilarni siz muhimligini oldindan belgilab olishingiz zarurdir. Resurslarni ko'proq ajratish o'rniga muddatlarni uzaytirish mumkinmi? Shartli kelishuvlardan foydalaning bu uchun. Agar murosaga kelishish vakolatingizdan tashqarida bo'lsa, vaqtinchalik yoki shartli kelishuv taklif qiling. Masalan, agar siz ushbu shartlarga rozi bo'lsangiz, men qo'shimcha imkoniyatlarni muhokama qilishga tayyorman deb
ayta olasiz. Sabr va motivatsiya. Kompromiss jarayoni sekin bo'lishi mumkin, chunki sherik o'z pozitsiyasini qat'iy turishi mumkin. Bunday hollarda yangi dalillar keltirish va sherikni ishontirish muhimdir. Agarda siz bu kabi shartlarda kelisha oladigan bo'lsangiz, loyiha sifati va samaradorligini oshirish kabi motivatsion dalillar ham keltirishingiz foydalidir. Misol sifatida, agar siz loyiha muddatlari bo'yicha muzokara qilsangiz va sherik qisqa muddatlarni talab qilsa, siz resurslarni qayta taqsimlash evaziga muddatni qisqartirishni taklif qilishingiz mumkindir. Kompromiss usuli har doim ideal yechim bermasa-da, u tomonlar o'rtasida kelishuviga erishishning eng amaliy usullaridan biridir. Masalan, agar sherik loyiha xarajatlarini kamaytirishni so'rasa, siz sifatini saqlab qolish uchun qo'shimcha xizmatlardan voz kechishni taklif qilishingiz mumkin. Bu jarayon sekin bo'lishi mumkin, lekin sabr va ijodiy yondashuv bilan muvaffaqiyatga erishish mumkin. Muzokaralarning taktikasi. Ya'ni muzokaralarda taktika muhim rol o'ynaydi. Odatda ikkita asosiy yondashuv qo'llaniladi. Ya'ni pozitsion savdolash usuli va prinsipial muzokaralar usulidir. Keling, ularni batafsil ko'rib chiqaylik va har birini misollar bilan boyitamiz. Pozitsion savdolash usuli bu usuldan tomonlar o'z pozitsiyalarini qattiq himoya qiladi va asta-sekin murosaga keladi. Bu usulda dastlabki talablar odatda oshirib aytiladi. Masalan, agar siz loyiha shartlari bo'yicha muzokara qilsangiz, dastlab resurslar yoki muddatlar bo'yicha yuqori talablar qo'yishingiz mumkin. Keyin savdolash orqali o'zaro maqbul yechim topiladi. Keling, xususiyatlariga keladigan bo'lsak, bosim va manipulyatsiya. Ya'ni tomonlar bir-biriga bosim o'tkazib, o'z manfaatlarini himoya qiladi. Masalan, bir tomon agar muddatlarni qisqartirmasangiz, boshqa hamkor topamiz deb aytishi mumkin. Natijada pozitsion savdolash bir tomonning yutqazishi yoki murosaga kelishish bilan yakunlanishi mumkin. Masalan, agar siz shartlarda murosaga kela olmasangiz, kelishuv umuman amalga oshmasligi mumkin. Bu usul qisqa muddatli foyda olish uchun samarali bo'lishi mumkin, ammo uzoq muddatli munosabatlarga zarar yetkazishi ehtimoli bor. Agar siz loyiha shartlarida sherikni haddan tashqari bosim ostida qoldirsangiz, u kelajakda siz bilan hamkorlik qilishdan bosh tortishi mumkin. Misol sifatida, agar siz loyiha resurslari bo'yicha muzokara qilsangiz va sherikni faqat o'z shartlaringizni qabul qilishga majbur qilsangiz, bu munosabatlarga putur yetkazishi mumkin. Keling, endi prinsipial muzokaralar usuliga keladigan bo'lsak. Prinsipial muzokaralar usuli AQShning Garvard universitetida ishlab chiqilgan bo'lib, ochiqlik, sheriklik va teng huquqlilikka asoslanadi. Bu usulda maqsad har ikki tomon uchun o'zaro manfaatli yechim topadi. Asosiy tamoyillari bu ochiqlikdir. Tomonlar o'z manfaatlarini ochiq muhokama qiladi. Masalan, agar siz loyiha bo'yicha muzokara qilsangiz, faqat shartlarni emas, balki loyihaning uzoq muddatli maqsadlarini ham muhokama qilasiz. Tomonlar bir-birini raqib emas, balki hamkor sifatida ko'radi. Masalan, siz resurslar taqsimoti bo'yicha muzokara qilsangiz, faqat o'z manfaatlaringizni emas, sherikning ehtiyojlarini ham hisobga olishingiz zarurdir. Teng huquqlilik, ya'ni har ikki tomonning manfaatlari teng darajada hisobga olinadi. Masalan, loyiha mas'uliyatini taqsimlashda har ikki tomonning imkoniyatlari hisobga olinadi. Misol sifatida, agar siz yangi loyiha bo'yicha muzokara qilsangiz, prinsipial usul yordamida nafaqat resurslarni taqsimlashda, balki loyiha sifatini oshirish, muddatlarni optimallashtirish va umumiy maqsadlarni muhokama qilasiz. Bu usul uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi. Biz loyiha xarajatlarini muhokama qilayotgan bo'lsak-da, agar birgalikda sifatni oshirish yo'llarini topsak, bu ikkalamiz uchun foydali bo'ladi kabi yondashuv samarali bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, muzokaralar bu nafaqat kelishuvga erishish, balki ularni ishonchli munosabatlarni barpo etish san'atidir. Variatsion usul yordamida turli ssenariylarga tayyorlanasiz. Integratsion usul bilan umumiy manfaatli maqsadlarni topasiz. Balanslash usuli bilan dalillar bilan ishontirasiz.
Kompromiss usuli esa murosaga erishishga yordam beradi. Pozitsion savdolash yoki prinsipial muzokaralar kabi taktikalar sizning maqsadlaringizga mos ravishda ishlatilishi mumkin. Eng muhimi, har bir muzokara nafaqat kelishuv imzolash, balki kelajakdagi hamkorlik uchun imkoniyat ekanligini unutmang. Muzokaralar bu o'zaro hurmat, ijodiy yondashuv va strategik fikrlash maydonidir. E'tiboringiz uchun rahmat.